zilzilalar sodir bo'ldi. Ularning eng kuchlisi 6,2 magnitudali. Video: Istanbul atrofida ketma-ket bir necha zilzila sodir bo'ldi. Eng kuchlisining magnitudasi 6,2 ni tashkil etadi. Jabrlanganlar haqida ma'lumot kelib tushmagan. Odamlar sarosima kecha ko'chalarga chiqdi, baland binolardan uzoqlashdi. Zarurat bo'lmasa, avtomobillarga yo'lga chiqmaslik zarur bo'ladi. 23 aprel kuni tush paytida Marmara dengizi Silivri qirg'oqlarida ketma-ket zilzilalar sodir bo'ldi. Ulardan eng kuchlisi 6,2 magnitudga yetadigan deyiladi. Turkiyada favqulodda vaziyatlar va tabiiy ofatlarni boshqarish boshqarmasi (AFAD) saytida zilzilalar Istanbul, Tekirdor, Yalova, Bursa va Balıkesir viloyatlarida yaqqol sezildi. Yuqoridagi suratlarda ko'rish mumkinki, ketma-ket 3 ta zilzila sodir etilgan va 12:49 da Silivri'da 6,2 magnituddan so'ng 13:02 da Buyuk Chimejda esa 4,9 va 4,5 magnituddaga Silivri'da fuqarolar shikastlangan binolarga kirmasligi kerakligi aytildi.